Har bitta bo'lagimizni ozginadan yoyib olib, har bitta qavat orasiga sariyog' surib, ustimiz joylab olamiz. Ustini paket bilan o'rab, yarim soatga xolodilnikka oshirishga qo'yib qo'yamiz. Keyin esa qavatlarni ajratib olmasdan jiva yordamida chiroyli qilib yoyib olinadi. Uchburchak shaklda kesib olib, kruassan shaklida o'rab olinadi. Xonada ozgina oshirib olib, ustiga tuxum sarig'i surib, duxovkada baland olovda pishirib olamiz. Eng muhim siri ham shunda, agar 270 gradusda pishirib oladigan bo'lsa, shunaqa domboqqina yumshoqqina bo'lib pishib chiqar ekan. Xuddi videoda ko'rsatib bergandek qilib ustidan qaynoli paytida qiyomlarda qo'yaveradigan bo'lsangiz, bo'ldi, tayyor bo'ladi. Xo'p, endi xabarida ilishga keladigan bo'lsak, 3 ta dona tuxumimizni yaxshilab ko'pirtirib olib, ustidan iliq sut va suv solib olamiz. 5 qoshiq shakar, ozgina tuz va 2 qoshiq dro'ji solib, un bilan apara holatiga keltirib olamiz. Aparamiz 15 minutda ko'pirib chiqadi. Bu orada sizlarga zo'r narsa aytmoqchiman. Men eng yaxshi ko'radigan kartinka go'ylavasi 3 yoshda. Shu boisdan kartinka go'ylavasi juda ham katta aksiyaga ketyapti. Yana ilova orqali 120 marta bepul yetkazib berishni yutib olishingiz mumkin. Xo'p, endi tayyorlayotgan narsamizga qaytamiz. Xuddi videoda ko'rsatib bergandek qilib yumshoqqina xamir qorib olib, oshirib olinadi. Xamir mayda ziralarga bo'lib,